Xo'p, xush kelibsizlar. Bolalar, bugungi mavzu sizlarga xalqaro musobaqa bo'ladi. Xalqaro darajada bo'ladigan musobaqani shartlarini tushuntirib ko'rsatib beraman bugun va bitta shartini yoritib tushuntirib beraman. Bu shartni demak mana xalqaro musobaqa 10-iyunda bo'ladi. Mana 2026-yil bu yil. Demak, bu musobaqa qanaqa bo'lyapti? Kimlar bilan bo'lyapti? Demak, bu musobaqa ayollar, erkaklar, tirnoqchilar, kosmetologlar, juda ko'p soha yo'nalishidagi go'zallikka aloqador, sartaroshlikka aloqador mutaxassislarni musobaqasi bo'lyapti va bu musobaqada faqat respublika miqyosida emas, xalqaro darajada bo'lyapti. Demak, birinchisi kimlar bilan hamkorlikda ishlayapmiz? Qozog'iston, Qirg'iziston, Moskva, Rossiya bilan, Tojikiston, Turkmaniston, Mongoliya, Hindiston, Italiya va boshqa mana davlatlar bilan birgalikda mana Turkmaniston va Turkiya. Bulardan bizaga sartaroshlar kelishadi. Demak, qanaqa sartaroshlar? Yuqori darajadagi sartaroshlar, o'zini maydonda ko'rsatadigan kuchli sartaroshlar keladi va bu musobaqada chiroyli o'zimizni ko'rsatishimiz kerak. Va musobaqa shartlarini o'zingizlar yaxshilab o'rganib chiqsanglar, ancha savollarga javob topasizlar. Bu musobaqa o'zi nimaga kerak? Texnik nima beradi bizaga? Ma'naviy nima olasizlar? Moddiy nima olasizlar? Uni ham o'qib chiqsanglar ancha tushunasizlar va savolinglar bo'lsa bersanglar, hammasiga javob beraman, xudo xolasa. Demak, asosiy mavzuyimizda shartlar nima bo'lyapti? Full fashion look shartlari o'g'il bolalar, erkaklar sartaroshlarga. Master Pro yo'nalishi qaychida olish faqat. Fade elegant yo'nalishi, demak fade bilan elegantni ukladka qila olish. Salon look yo'nalishi umumiy erkin mavzu. Bu yerda old school yo'nalishi, bu yerda uzun sochlarni tekis qaychida olish yo'nalishi. Demak, erkaklarniki mana shu shartlar. Qizlarnikini qizlar tushuntirishadi. Sizlarga qiziq emas. Bugun asosiy mavzu ko'rsatib tushuntirib beradigan, yoritib beradigan mavzuyim salon look yo'nalishi. Barberlar o'rtasida salon look, erkaklar moda salonida soch turmagi va uslubi degan. Demak, bu yerda nima deyilmoqchi? Shart bajarishda o'qib chiqsak, mana barcha soch kesish vositalariga hamda soch turmagi uchun kabuki kukunidan boshqa barcha mahsulotlardan foydalanishga ruxsat beriladi. Nima degani? Xohlasang filirovka ishlat, xohlasang fen ishlat, xohlasang dazmol ishlat, xohlasang ployka ishlat, xohlasang ustara ishlat, xohlagan narsani qil, faqat rang beradigan narsalar bor-ku. Kabuki yoki birano qizil, sariq, ko'k, shunaqa narsalar ishlatma deyiladi. Shart bajarishdi. Modelni soch uzunligi, soch olinishidan oldin erkak model boshini tepa qismida 9 sm bo'lishi kerak edi. Yon tomonlarida va boshning orqa qismida kamida 3 sm bo'lishi kerak edi. Tushunasizlar? Demak, soch uzunligi bo'lishi kerak. Endi keyingisi shart yonida modelni soch uzunligi shart bajarishdan oldingi holatdan tubdan farq qilish kerak. Nima degani? Misol uchun, uzun soch bo'lsa ham chiroyli turibdimi? Sen qilayotgan ishing umuman boshqa mavzu bo'lishi kerak. Demak, undan nima qilish kerak? Tubdan farq qilish kerak. Endi misol uchun shart bo'yicha hozir mana modelimizning tepa sochlari uzunligi to'g'ri keladi, lekin bu modelimizni yon tarafi, orqa taraflari uzunligi to'g'ri kelmaydi. Endi sizlarga abraziy sifatida hozir bor, mana oranglardan tanlab olingan o'quvchidan sochini ko'rsatyapman. Uzunligi endi konkursda mana shu orqasi kamida 3 sm bo'lishi kerak, yonlari ham. Shu narsani tan o'ylamanglar, mana bunaqa uzunlikda ko'rsatdilar-yu, mana shunaqa mumkin ekan degan shikoyat bo'lmasin. Xo'p, undan tashqari ruxsat berilgan uskunalar, rang berish gellari va barcha kesish texnikasiga ruxsat beriladi. Konturni tozalashga ruxsat beriladi. Barcha uskunalarning rang berish gellari. Rang beradigan o'sha o'zini nima deydi? Blesk beradigan vosklar bor-ku, o'zi yaltiratadigan, boshqa qilgan shunaqa. Hammasiga ruxsat beriladi. Lekin rang-barang qizil, sariq ko'p mumkin emas bu narsalar. Xo'p, modelni sochi tabiiy rangda bo'lishi lozim. Rangi yorqin ranglar taqiqlanadi. Nima degani? Bir xil bo'yab ochartirib keladi, blending qilib qo'yadi. Soch o'zini tabiiy rangidagi blending bo'lishi kerak yoki
pyorishkalar qilib qo'yishadi. Ular ham mumkin emas. Pyorishka nimaligini bilasizlarmi? Milirvinni deyshadi. Milirvin bilasizlarmi? Milirvinni dona orasidan nima qiladi? Ochartirib, oqartirib keladi. Ana o'sha narsalar ham mumkin emas. O'sha narsani nazarda tutilyapti. Keyingisi jarima haddan tashqari klassik moddasi va kundalik modadan tashqari bo'lgan soch turmaklari jarimaga tortiladi. Nima degani desa, чисто klassik kuyovklatkalar, klassik prichoskalar bor-ku. Oddiy, doimiy bo'ladigan soch turmaklari. Misol uchun mana siz turing. Mana hozir qilich ish qildi-da, mana o'g'irlik mana. Chotki qilib ish qilgan bu yoqqa ham mana ko'rasizlar, chotki, lekin mana shu o'tmaydi. Bu oddiy. Bu даже nima beradi? Shtrafnoy ball beradi. Bu bo'lmaydi. Tushunasizlarmi? Bu yerda unaqa bo'lsin deyilmayapti. Bu yerda vashi svobodniyroq. Hozir uni ham qanchalik svobodligini tushuntirib. Mana bunaqa ish qilib qo'ysanglar, demak, ozgina shtrafnoy ham olishinglar mumkin. Bu shartda, salonlikda. Tushunarli? Bo'ldi, o'tiring, rahmat. Siz o'rningizdan turing. Turing. Shuni orqaga o'tib oling yoki nariyoqqa turib oling. Yaxshi bo'lar ekan sizda. Xo'p, undan keyin nima deyilyapti? Shartni bajarish uchun belgilangan vaqti masterlarga 40 minut beriladi. Juniorlarga 45 minut beriladi. Demak, qancha vaqt beriladi ko'ryapsizlar? Ish joyini tozalash uchun 3 minut beriladi. Agar 3 minutda ishni tugatding, stop berdi, hakam aytadi, joylarni tozalab chiqib ketinglar deb. O'sha vaqtga 3 minut vaqt ketadi, zatskaniya ketadi, aylanadi shu. Agar 3 minutda tozalashga uspet qilmasanglar, bemalol buzoqqa o'xshab, bemalol ani yuradigan bo'lsanglar, o'tib ketsa, sizlarni kelib senga shtraf ball qo'ydim. Sen endi ballingdan minus bo'lding demaydi hech kim. Prosta kuzatuvchi hakam bor, shtrafnoy hakam bor. U belgilab qo'yadi. Ras o'tib ketdi 1 sekund, 10 sekund. Tam o'tib ketdi, belgilab qo'yadi. Ana o'sha ballinglarni minus qo'yadi. Etmaydi, ogohlantirmaydi ham. Tushundinglarmi? Demak, shu 3 minutning ichida maksimalni tirrillatib nima qilish kerak? Tezroq yig'ishtirib, joylarni modelga o'zini bejigini taqib, sizlarni bejiginglar bo'ladi. Demak, borganinglarda bejik beriladi. O'sha bejiginglarni modelga taqib, chiroyli qilib, ko'rinadigan qilib qo'yib, chiqib, ani o'girib qo'yishadi nomerini. Birinchidan o'girib qo'ysanglar ham hakam sizlarni anaqa qila olmay qoladi, baho olmay qoladi. Ikkinchidan modelinglar qiyshayib, telefonda gaplashib, bemalol ani o'zini uyida o'tiradigan bo'lsa ham modelga o'shanga yarasha baho qo'yib ketiladi. Hakam modelni mas'uliyatsizligi va sizni ishingizni ko'rsatishga yaxshi anaqa ko'rsatmayotgani uchun, tashabbus ko'rsatmayotgani uchun nima bo'ladi? U ham minusovoy shtrafnoy ball oladi. To'g'ri o'tirish kerak, oynaga qarab o'tirish kerak, tekis o'tirish kerak. Ana qilib bir xillarni oyog'ini cho'zib olib, hakamga qarab, "Oka, zo'r bola, chotki bola, baho qo'ying, 5 qo'ying, 5 ball qo'yib yuboring, bolalar xursand bo'lsin, yoshlar o'sadi" deb modellar nima qiladi? Aqllilik qiladi, ani bekka choparlik qiladi, ozgina bezbetli ish qilishadi. Bu hakamlarga yoqmaydi. Bu saviyasizlik. Tushunasizlarmi? Bu ani bog'cha emas, uylarda emas yoki ishxonalar emas, bunaqa gap o'tadigan. Bu yerda xalqaro darajadagi hakamlar sizlarni bunaqa saviyasiz, nima deydi? Har xil ani mijoz hakamga bunaqa munosabatlariga ha deydi, sekin shtrafni urib ketaveradi. Tushunasizlar, mana shunaqa minusovkalar bor, modelinglar o'zingizlarning oyog'ingizga bol turib qo'yadi. Bemalol anaqa o'tiradiganlar. Ana u ham yomon narsa bo'ladi. Tushundinglarmi? Demak, mana shu narsaga ham ahamiyat berish kerak. Endi umumiy qilib aytganda, yana umumiy nima so'ralyapti? Musobaqada ishtirokchilar sochlarini namlashtirilgan kerak. Soch start berilishidan oldin ho'l holatda to'liq orqaga taralgan bo'lishi kerak. To'liq orqaga taralgan bo'lishi kerak. Tushunasizlar? Start berilgandan keyin nima qilsang qil. Lekin agar soch ho'llab orqaga taralmagan bo'lsa, hamda turmagan, mana ho'lladimmi? Bir xil ishtirokchilar bor, ozgina juda ham IQsi baland, tafakkuri baland, juda ham bir nima deydi? Har tomonlama shustri deydi ruschasiga. Juda ham bir ayyorlik anaqasi bor. Nima qilishadi? Orqaga yaxshilab tarab qo'yishadi-da,
Hakam qaramayaptimi, sekin quritishadi. Artishadi. Bundoq qilib yana tarab qo'yishadi. Yana bundoq qilib yana tarab qo'yishadi. Nima qilishyapti? Suvni chiqarib qo'yib, nima qilyapti? Qo'lni qurityapti. Vaqtdan yutib olish uchun. Mana bu g'urromlikka kiradi. Agar shu narsa qilinsa, uni ham hakam nima qiladi? Minus qilib qo'yaveradi. Mana shunaqa melich narsalar bor. Sizlarni o'zingizlarni tartibsiz, qoidasiz, nima deydi, odobsiz ishlash jarayoningizda texnik tarafdan ham shtrafnoy balo olaverasizlar. Mana shu narsalarni ham bilmay qolasizlar, qanchalik oyog'ingizdan chalganini. Demak, mana nam holatda to'liq mana shunday orqaga taralgan, mana shunday turgan bo'lish kerak bo'ladi. Tushundinglarmi? Ana start bergandan keyin xohlagan ishingni qil. Endi yana mana bu yerda yozib qo'yibdi, ko'rayotgan bo'lsa, ishtirokchilar erkin soch turmagi va badiiy ukladka, qisqa sochlar, uzun sochlar va boshqalar bilan zamonaviy moda soch turmagini va turmagi va uslublariga erishish kerak. Endi nima deyapti? Bu yerda obrazis qilib rasm ko'rsatilyapti. Qanaqa? Umumiysini mana tushundinglar. O badiiy ishlar, har xil ijodiy ishlarni ko'rsatinglar deyapti. Nima? Badiiy ishlardan nima bo'lyapti? Fade qilinyapti. Fade lekin odatiymi? Ozgina nima fade? Bruce fade, to'g'rimi? Hamma ham qilmaydi. Ozgina bu nima? Kreativ, to'g'rimi? Ijodiy ish. Demak, mana bu yerda Bruce fade turibdi, to'g'rimi? Endi ukladkalarni hamma shunaqa qilib yuradimi? Yo'q, hamma ham qilmaydi. Bo'li ijodiy ishlar, to'g'rimi? Ukladkani ko'tarib, chistotasiga dona ukladka qilib, har bitta tog'larni chiroyli qilib, bardak ukladkasimi, elegant ukladkasimi, kreativ ukladkami, bo'li takoy nima? Svobodniy объем berish kerak bu. Endi xuddi shunaqa, mana bu yerda ham eng oddiy varianti. Oddiy fade, mid fade. Mana bu yerda oddiy bardak ukladkasi. Tushunasizlarmi? Oddiyroq ijodiy ish. Bu yerda kuchliroq ijodiy ish. Endi yana qaysi element qo'shilyapti, qaysi ijodiy ish qo'shilyapti desa, ahamiyat bergan bo'lsanglar, asimetritskiy nima? Akantovkalar. Akantovka ijodiy bo'lsin deyapti, ani noodatiy, kreativ, yangicha. Demak, odatda akantovka qanaqa bo'ladi? Orqalar to'rtburchak yoki bakimdo anaqa bo'ladi, to'g'rimi? Bu yerda ko'rasizlar, akantovka asimetriya ilmini, akantovkasini yaxshilab o'zlashtirsanglar, asimetritskiy akantovka deb yozinglar, asimetritskiy strishka deb yozinglar, 3D effect fade strishka deb yozing. Element Google'chilarga ko'proq bu anaqa Google'dan qidirishadi, YouTube'dan qidirishadi. Tushunasizlarmi? Bu ham lifehack. O'zingizlarga har xil variant chiqib keladi. Mana bu yerda asimetritskiy akantovka qo'shilgandan keyin yana nima qo'shilyapti desa, chizib qo'yilyapti. Ozgina. Bu nima? Chizish nima deydi inglizchasiga bizada? Tatu deyshadi. Tatu elementi qo'shilyapti. Chizishdan bitta dona chizma qo'shilyapti. Ko'rasizlarmi? Bu nima qilish kerak? Shunchalik yarashish kerakki, ham akantovka bilan, ham fade bilan, ham ukladka bilan boshga nima qilish kerak? Tushish kerak. Juda ham chiroyli yarashish kerak. To'g'rimi? Xuddi shunaqa bu yerda ham ko'rayotgan bo'lsanglar, fade qilinyapti. No fadeimiz ijodiy, har xil. Va nima qo'shilgan? Tatu qo'shilgan. Endi bu yerga qaraganda tatu nima? Sal ko'proq. Lekin necha foizi, boshni necha foizda tatu turibdi? Qani kim aytadi bu yerda? Mana ko'rib turganinglar. Ha? Demak, bokovoy zonani o'zida turibdi. Mana mana shu yerda, mana bunda, mana shu yerda. Demak, agar umumiy qilib oladigan bo'lsak, 25-30% boshni 25-30% qismida nima turibdi? Tatu turibdi. Mamutgacha olib kelish shart emas. Mamutdan bu yoqdan bunaqa qilib mamutgacha olib kelish shart emas. Nima? Mamutni o'zida nima? Ozgina yasab qo'ysanglar bo'ladi. Tushunasizlarmi? Chap tomonni o'ziga yoki o'ng tomonni o'ziga. Ikkinchi tomon toza nima bo'lish kerak? Ijodiy ish. Xohlasanglar Bruce fade qilinglar bunaqasiga. Xohlasanglar oddiy fade qilinglar. Xohlasanglar kreativniy fade qilinglar. Farqi yo'q. Lekin sochni, boshni yarmi emas, 50% emas, 30% dagina tatu nima qilyapti? Qatnashyapti. Mana bu yerda necha foizda qatnashyapti? 10%, 15%. Bitta dona chizib uchishib qo'yapti, chotga yarashib turibdi. To'g'rimi? Xuddi shunaqa. Endi savol, tepada bardak ukladkasi turibdi. Buni qanchalik o'zingizlar ko'ryapsizlar, qiyin va osonligini. O'zingizlarning nimalar bor? Ana fantaziyalar bor. Bundoq qilaman, bundoq qilaman, bundoq qilaman. Naqshini ham o'zingizlar tanlab olaveringlar. Naqshini ham shak. Lekin nima bo'lish kerak desa,
boshni siluetiga, yuzni siluetiga, asimetritskiy shaklga polniy tushishi kerak. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bu yerda forma tushib turibdi. Mana. Qaranglar qanaqa forma, mana tekislik. Ha? Mana tekislik. Bunaqasiga tekislik. Nima bo'lyapti boshni? Orqa qismi ozgina ishirib formaga. Demak, qilayotgan ijodiy ishinglar mijozni boshiga, mijozni yuziga, mijozni umumiy rangiga tushishi kerak. Uni fen bilan qilasanmi, dazmol bilan qilasanmi, ployka bilan qilasanmi, farqi yo'q. Liboy narsa bilan qil, farqi yo'q. Lekin strishkasini ham, ukladkasini ham o'zing xohlagandek qilib, ideal chistata ish chiqarib berish kerak. Tushunyapsizlarmi? Ana o'sha narsani esdan chiqarmaydi. Lekin erkin ish ekani deb crop qilib qo'ysam bo'ladimi degan savol tug'iladi ko'pchilikda. O'tdingmi? Nima deb o'ylaysizlar? Mana bu ijodni qildi-da kimdir? Crop strishkasi ko'zingizning oldida kelib turibdi. Nimaligi? Demak, cho'lka kalta, ha? Hamda to'ppayib turadi. Mana bu yerda o'zida ozgina uzunlik bor. Shuni o'zini nima? Ukladka qilib qo'ysa bo'ladi. Endi u cropga qiyinmi yo mana bu qiyinmi? Yoki mana bu qiyinmi? Yoki mana bu qiyinmi? Qaysi biri qiyin? Mana bu ikkalasi mo'shni qiyin. Crop unchalik qiyin emas. Crop qilmaganlar bilmasa kerak. Crop unchalik qiyin emas, ukladkasi qiyin emas. Demak, soch qanchalik uzun bo'lsa, ukladkasi shuncha nima qiladi? Mehnat talab qiladi. Demak, o'shani hisobiga ishinglar yo idealni yo kam ko'p. Endi idealni qilib bittasi crop strishka qilib qo'ydi, bittasi mana bu strishkalarni qildi. Demak, buniki ham idealni turibdi. Qaysi biri zo'r baho oladi? Bular baho oladi. Tushundinglar nima demoqchi bo'lganim? Nima deb chizasan, nima deb ukladka qilasan o'zingning ishing. Tushunali? Yana savollar bormi sizlarda hozircha? Xo'p, demak, buni o'pshi tushuntirdim. Bu taxminiy ko'rinishlar. Xuddi shunaqa bo'lsin degan narsa yo'q. Qanchalik ideal sifat chiqarib berish bu yerda sizlarning ishinglar. Endi nimaga buni aytyapsizlar? Ko'pchilik bu konkurs shartlarida ko'pchilik uchun ro'yxatdan o'tdi. Master Pro yo'nalishida, Fate Elegant yo'nalishida, Длинный klassikada. Bo'ldi. Boshqasidan o'tishmadi. Nimaga bilasizlar? Uzr, ba'zi bir yosh o'sib kelayotgan yoshlar, sartaroshlar, sizlar nazariy jihatdan ilmiylarni oshirmagansizlar. Demak aytsa, agar solishtirsa bu erkin mavzumi, xohlagan ishini qilmi, xohlagan ijodingni ko'rsatib bermi? Faqat ozgina ramkasi bor, to'g'rimi? Rang-barang qilib bo'ya bormi? Ko'p chizib bormi? To'g'rimi? O'rtacha chiz, 20-30%. Xohlagan strishkani, xohlagan feytini ishlat. Maksimalni nima chiqsin? Ideal chiqsin. To'g'rimi? Ma'mindachi desa, bu yerda nima? Qaychida ishlashing kerak, maksimalni kaltani, hammani o'lchami bor, aniqlik bor. Reallik qiyin. Bu yerda erkinlik yo'q. Bu yerda konkretniy qoida tekis qaychida tikka sochni chiqazib berishing kerak. Qo'ling konkretniy nima qilish kerak? Chiniqish kerak. Bunga konkretniy tayyorgarlik kerak. Bu yerda erkin mavzu qila olmaysan. Salonda qilgan ishingni uncha-unchasini qila olmaysan. Qoida og'ir bu yerda. Mana menga yozilishyapti misol uchun. Fade, mid fade, to'g'rimi? Bu qiyinmi yoki anu qiyinmi? Bu yerda mid fadening agar formasi fon bilan birgalikda ideal chiqmasa, ma'muni chistotasi dona har bir tolasi bo'lmasa, qiyin. Keyin solishtirganda hamma shuni bir xil qiladi-da, kimniki nitoligi sirasi ajraladi. Cho'slarmi? Ana u dahshat qiyin. Mana bu yerda erkin mavzuda, lekin ko'pchilik nimaga qatnashmayapti bunga desa, men aytaman. Nazariy jihatdan bundoq o'qib chiqilsa, osonligini tushuniladi. Lekin uzr, ba'zi bir yoshlar sizlar dangasasizlar. Nazariy jihatdan dangasasizlar. Voy, men bu oson ekan-u, men bunga qatnashaman deyishga tafakkuran buni o'rganib chiqmayapsizlar. Ko'pchilik yozyapti-da, salonlikka anaqa qaysinga fetiklandga yozilaman ustoz deb. Men salonlikka yoziling, full fashionga yoziling, oson
yo uchun qiyin-ku, voy bo'lmaydi, aniqlamay bitta ishtasi keldi-da. Yo'q, qiyin ustoz, u qiyin narsa. Nimasi qiyin desa, endi qiyin dedi, salonliku deydi. Unga qatnashmaganmiz, uni bilmaymiz deydi. Tushunyapsizlarmi? Muammo nimada? Keladi, qatnashib ko'radi, hech narsaga erishmaydi. Lekin bundoq qaraydi, salonlik osonligini birovda ko'radi, tushunadi. Voy, men nima qilish kerak ekan deydi va shu to'xtamga kelgandan keyin yana shunga qatnashish uchun qancha kutadi? Yana 1 yil kutadi. Tushundinglarmi? Bitta narsaga qatnashish uchun bir marta sovug'idan yeb, o'rin olmasdan, ozgina qiynalib, vaqt ketkizib, pul ketkizib, asab ketkizib, yana 1 yil o'shanga qatnashishni tayyorgarlik qilishni boshlaydi. 1 yil. Qizig'i shunaki, keyingi yil bu shart bo'ladimi, yo'q? Tushundinglarmi? Keyingi yil bo'lib qilib qo'yilishi mumkin, o'zgartirilishi mumkin, olib tashlash mumkin, yengillanish mumkin. Tushunyapsizlarmi? Nimada xato ketyapti? Nazariy jihatdan ozgina tafakkur qilib, o'qib chiqib, o'rganib chiqib, biladiganlarga topshirib, mana nimada so'rab, bilib olgandan keyin o'sha nima qilishini o'zi fantaziya qilib olsa bo'ldi. O'sha o'zi biladigan, qila oladigan ishlarda nima qilsa, o'zini ko'rsatsa bo'ladi. Misol uchun bu yerda hozir hamma qaychida ola olamsa, yo'q. Lekin o'zi hamma o'zicha feyd qila oladi. O'zicha qanaqadir uklatgani o'sha ideal qila oladi, to'g'rimi? Qanaqadir o'sha necha yilmi? Necha yil? 5 yildan beri ishlaysiz, qaysidir uklatgani 5 yildan beri qayta qilaverganingiz uchun o'sha zo'r qilasiz, to'g'rimi? Ana o'shani ko'rsatib bera olasiz-da shu yerda. Meni qoidam bo'yicha emas, o'zingizni qoidangiz bo'yicha xohlaganingizni qilib bera olasiz. U o'xshadi, o'xshamadi, bo'ladi, bo'lmadi, nima keyin hal qilaman. Hakamlar hal qiladi. Bundan o'tgan odamlar hal qiladi. Chiroyli chiqdimi yo'q, o'xshadimi, o'xshamadi. Tushundinglarmi? Ana o'sha qoidani o'rganib chiqmaganinglar uchun sizlar pul yo'qotasizlar, vaqt yo'qotasizlar, asab yo'qotasizlar. Eng yomoni alamni o'zingdan olmaysan. Nima qilasan? Boshqalarni aybdor qilishdan boshlaysan. Va o'zining shogirdi, va dabdala ish birinchi o'rni, va oldin ishni zo'r nimaligini, ishni to'g'risi bilan noto'g'risini ajratib ol. Sen musobaqaga qatnashding degani 4 ta klienting seni zo'rsan desa, sen ham hamma yoqda zo'r bo'lib ketasan degani emas. Zo'rlarning orasida zo'r bo'lib chiqish oson emas. Kuchlilarning orasida kuchli bo'lib qolish oson emas. Uning uchun izlanish kerak, qidirish kerak, topish kerak, aniqlash kerak, o'shaning ustida ishlash kerak, izlanish kerak. Shundan keyin nimadir natija bo'ladi. Tomosha qilib o'tirib, kimnidir baland, kimnidir past qilib o'tirsang, tomoshabin bo'lib o'tib ketaverasan. Va sen men kimnidir zo'r, kimnidir past deganing bilan sen ulardan pastda qolib ketaverasan. Nimaga desa, chunki sen ular o'tayotgan qiyinchilikdan, mashaqqatdan, sinovdan va ilmdan nima qilmagansan? O'tmagansan. Chetdan o'tirib olib aql qilishni, aqlli nimadir qilishni bilasan. Tushundira oldimmi? O'shaning uchun boshingizdan o'tkazsanglar ko'p narsani ustida o'zingiz tushunasizlar va izlanasizlar. Savollar bormi? Salonlik yo'nalishi bo'yicha demak ish boshlayman. Mana modelimiz. Yana aytaman, sart olishdan bu yo'li 3 sm uzunlik bo'lishi kerak. Endi biz ko'rsatib beryapmiz maksimalni. Konkursni shuni e'tiborga olib qo'yinglar. Demak, buni bundoq qilamiz. Demak, mijozimizning sochini men uklatkaga qoldirmoqchiman. Demak, uklatkada ko'proq zo'r ko'rinadigan joyi cho'lka, to'g'rimi? Cho'lkani uzunligini kalta qilamanmi desam, yo'q. Demak, ko'rasizlarmi? O'zi kalta. Mamutdan ko'ra kalta. Demak, men bu uzunligini qoldiraman-da, shu uzunligi bo'yicha tepadan agar uzun bo'lsa, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, men bu qismdan olaman ozgina. Чтобы uklatkaga mos bo'lish uchun. Tasavvurimdagi, fantaziyamdagi uklatkaga nima bo'lish uchun, mos bo'lish uchun. Olganda ham uzunligidan ko'p olmayman, faqat massa zichligidan ko'proq olaman. Oldi qismdanmi desa yo'q, chunki oldi qism nima ekan? Siyriroq. Mana bu qism zichroq. Bu qismni men siyralashtiraman. Endi qaranglar, men qaysi filerovkada ishlayapsiz desanglar,
Men 15% filirovkada ishlayapman. Juda zo'r maza qiladigan filirovka. Mazza qilib qattiq bossam ham o'yib qo'ymaydi. Juda ham kam foizda sochni oladi va shuni hisobiga ukladka yana ham chiroyli bo'ladi. Faqat filirovkada olayotganda hammangizga bitta maslahat beraman. Filirovkani mana bunaqa qilib ishlatmaylik. Oxirigacha yopmasdan turib tortmaylik. Agar oxirigacha yopmasdan turib tortsanglar, soch yulinadi. O'shanda ham men shunaqa qilmayman, men bunaqa qilaman. Mana. Nega? Men sochni yulmayman va tabiiy serilashtiraman. Mana bunga qaragan. Bu ham chiroyli ish beradi, mana bunaqa mana. Mana bunaqa chiroyli bu ham. No, menga men bu qulay. Nega desa, soch kamroq zararliman. Tushundinglar? Bu tabiiy ancha seriylashtirib berishi mana cho'tki ko'rayotgan bo'lsak. Filirovkani izi qolmaydi. Nimani hisobiga? 15% ligini hisobiga. Agar mana bunda ishlasam, mana 35%. Tochni izi qoladi bunaqa qilsam. Ko'proq ovoraman. Buni qalin sochlarda bunaqasiga yo bunaqasiga tashiyman. Hatto ildiziga ham bermayman, uncha-munchaga. Tushundinglar? Maksimalni tabiiy siyrak chiqishi uchun, tabiiy zichlik, cho'tki chiroyli ko'rinishi uchun men nima qilman? Uzunligidan ham bu yerda ozgina o'sha mana ozgina oldim. Sotuvchidan so'raylar. Necha foiz oladi bu filirovka desa, bilmayman desa, soch olasizlar, shuni tortasizlar, bosasizlar. Tushundinglar? Ma'minikini bossanglar, buni kolичествоsi ko'rinadi, bunikini bossanglar, buni kolичествоsi ko'rinadi. O'shandan bilib olasizlar. Agar mana ma'mini bossanglar, mana bu 50% oladi. Bundan kichkina bo'lsa ham, nimaga desa, tishini yaqindan kelib ko'rsanglar, anaqa yiri ham anaqasi tishi ham qalin. Bitta bosganingizda, bitta tortib sochib turib, misol uchun bitta bosganingizda o'sha ko'rinadi. Shunda priyat tortib tursangiz. 50% olib tashing. Ikkinchi marta yana ursangiz, o'sha bo'ldi tekis qilasiz. Tushundingiz? Bunda bitta bosganingizda 30% oladi. Buniki ham o'sha seziladi. Sochchi zichligini ko'zingizlar ajrata oladi-yu, o'shani 100% deb olsanglar, bunda tortganda mana. Shuni 30% seriylashadi. Mana bu filirovkada bunda tortsanglar, bosganingizda shuni his qilasizlar o'sha mana 15%. Juda kam oldi. Ozgina oldi. Shundan o'sha aniqlab olasizlar. Agar sotuvchi nima qilmasa, bilmasa. Yo'q. Ularni nimasini seriylashtirmaydi-ku ular. U mikronasechka hozir uni alohida. Mikronasechka zo'r kesadi. Mikronasechka nima degani desa, tishi uchida mana bu tig'ini uchida mayda tishi bor. Mayda tishi bor. Mana shu mayda tishi bitta bosganingizda bittada oladi, massam. Anu sochni qaychilarda kessanglar, kesotga sal itarib kesadi. Silab kesadi. Bu joyida kesadi. Nimaga desa, o'sha tishi borligi uchun, mikronasechkasi bor, joyida kesadi. Ana o'shani aniqlab olasizlar, qanchalik kuchliligi. Tushundinglar? Bu yoqdan olaman ingichka. Cho'lka sal qalinroq ekan. Cho'lkani teparog'i mana. Mamit qilingan mana filirovka. Qilinmagan joyga o'tib qolman. O'rtadan boshlanadi. Ishlayotgan paytingizda texnik mehnatingizga
hakam kelib noto'g'ri qilyapsan demaydi. Просто qanchalik o'sha texnikani mukammal, sifatli ishlatayotganingni u o'zi uchun baholaydi. Tushunasizlarmi? Texnikani qanchalik tartib qoidasi bilan ishlatyapsanlar. Chunki bitta narsani tushuninglar-da. Hakam degani sizlardan ko'ra sizlarni ancha texnikalarni o'zlashtirgan texnikalarni o'zlashtirib bo'lib, undan boshqa yana boshqa o'z texnikalarni zo'r o'zlashtirib, maydonda o'zini ko'rsatib, zo'r natijalarga erishib, undan ham katta xalqaro maydonda natijaga o'sha texnikalarni mukammal darajasida o'zlashtirib, darajaga erishgandan keyin u hakamlik qila oladi. Tushuntira oldimmi? U siz ishlatayotgan texnikani sizdan ideal qila olgani uchun u konkretniy o'tda hakamlik qila oladi. O'sha narsani hisobga olaylik. Tushundinglarmi? O'shaning uchun texnikalarni qanchalik to'g'ri yo'nalishda yoki noto'g'ri yo'nalishda sifatli natija beradigan yoki sifatsiz natija beradigan qilib ishlayotganingizni o'zi uchun baholab oladi. Qanaqa desa, misol uchun filerovkani bir xilla ma'minda qilsangiz unchalik bilinmaydi. Ma'minda qattiq bosishadi. Ko'p oladiganda. Bosib yorishadi, yaxshilab. Akansovka zo'r chiqadi, ish zo'r uklatga bo'ladi, lekin uni hakam sifatli baho bermaydi. Sifatli ishlarni hisoblamaydi. Nega desa, ma'mini haddan ziyod urganingizda uchi chochiladi, ko'rganmisizlar? Uchi sarg'ayib ketib qoladi. Lekin uklatgada u yopilib ketadi, ko'rinmaydi. Lekin uchi chochilib ketayotganini, bosib mana bunaqasiga bosib tashlayotganinglarni, qalin filerovka bilan urib tashlayotganinglarni ko'rgan hakam, u soch 15 kundan keyin rasvoyi jahon bo'lishini biladi. Tushundinglar? 15 kundan keyin, 10 kundan keyin u chochilishini, u choch tartibsiz turishini, u sifatli, uni mijozga shunaqa texnikada ishlasang, mijoz zo'r daromad to'lamasligini biladi. Va shuning uchun saniki bilan boshqasiniki bir xil natija bo'ladi, lekin boshqasiniki sanikiga o'xshab ishlamagani uchun, chochilmagani uchun nima qilmaydi? Unga baho yuqori qo'yadi, senga baho past qo'yadi. Uni texnически mas'uliyati, texnически ko'ra olish anaqasi oldindan u hakamning bo'ynida. Uni lekin har bitta ishtirokchiga chiqib olib, u men 15 kundan keyin mana bunaqa bo'ladi, 10 kundan keyin bu soch mana bunaqa bo'lib qoladi deb yoritib, mag'zini chaqib, semichka po'choq qilib o'tira olmaydi. Chunki bu xalqaro darajadagi musobaqa. Agar qoniqmasanglar natijadan, hakamlar baho ko'targanda hakam bilan tanishib olib, hakamning nomerini olib, oldiga borib, qayerda kamchilik qildim, qayerda noto'g'ri qilib qo'ydim, shuni tushuntirib bering yoki mana bunaqa bo'ldi, nima deysiz deb fikr almashib, tajriba olsanglar bo'ladi. Ana unda nima bo'ladi? Hakam bilan sizlarda aloqa bo'lganini hisobiga undagi darajaga erishishga imkoninglar ko'payadi. O'zingizlarning xatoinglarni ustida ishlashga imkon bo'ladi, vaziyat bo'ladi. Va qarabsizlarki, rivojlanishga harakat qilasiz. Tushundinglarmi? Mana shu narsani e'tiborga olish kerak. Tak, bu yoqni tugatdim. Tegidan filerovka qilib olib chiqaman. Bu yerda maksimalniy uzunligini saqlab qolmoqchiman. Uchlarini lekin maksimalni seralashtirib tashlayman. Qalin joylarni, pastlarini pastdan olib chiqaman. Maksimalniy priyatni ingichka olsam, menga mazza. Nega desa, sochimni chotki filerovka qilaman. Agar mamnaq qilib olsam, minus bo'lmaydi. Bu yerda точный tartibsiz ish bo'lyapti-da. Bu o'lcham boshqacha kesiladi. Bu o'lcham boshqacha kesiladi, mana bu o'lcham boshqacha kesiladi. Tushundinglar? O'shaning uchun maksimalniy mana tartib bilan ingichka priyat qilib olaman mana. Shunda qilayotgan ishim filerovkam ham nima qiladi mana. Chotki ko'rinadi. Aniq ishlayotganim. Ana bu narsani har kim tushunmaydi.
prinsipi mana filerovkada ishim tepada tugadi. Cho'lkani sal to'g'irlab olaman. Ana endi bunaqaga o'tsam bo'ladi. Mashina kelgan. Men uqayotganmi? Fundament variantini qilib qo'yapman. Ildizlarni ko'tarib. 30%, 40% ni tayinlab qo'yapman. Ha? Eng balandida tur. Mana olib tashlaydi chetga. Xo'sh, chala variantini tayyorlab qo'ydim. Endi nima qilmoqchiman? Nima qilmoqchi bo'lganimni aytmayman, lekin ko'rib ketaveraman. Ko'rib ketaverasiz.
O'chirib turavering. Demak, 6 millimetrli nasatkada oldim. 2 nasatka deydi-yu. O'shanda oldim. Turib olavering. Qiynalayotgan bo'lsangiz ham. Yo'q, yaxshilab tozalang. Amma qanaqa ekan? Kimnikida bu? Nima ekan? Ha. Ko'ryaptimi endi? Ajab. Shuni yaqin qildim. Shuni tiradim. Bo'ldi. Ana endi teparog'ini ulayman.
Antlarni to'g'irlab qo'yib. Abi esimdan chiqdi. Demak, formaga ahamiyat bermayapman-a, ko'ryapsizlar? Oynaga qarab formasi qanaqa ekan demayapman. Maksimalni nimaga to'g'irlayapman? Fonga ishlayapman. Fonni to'g'irlab oxiriga yetkazib olaman. Qani mana anaqa? Mana Ha, buni tilla rangi bor edi, qani? Yo, yengisini soldik yo'qqa. Eskisini solmadi, yengini soldi. Demak, ko'rasizlar, bunaqa maydada ulasam, fon qanaqa chiqyapti? Cho'tki chiqyapti. O'sish yo'nalishiga qarama-qarshi solaman. Fon o'xshadimi? Ancha o'xshadi. Ha, bitta hozir keyin yana yedirib olaveraman. Qani o'tiradigan bering, hisoblarni bekitib qo'yganman, bor-ku. Endi konkursda men deb hisoblab yuborganman-da, o'shanga qiynalib ketyapman. Shoshib ketyapman. Sizlarga ko'rinish uchun mana bekon olib ishlayman. Mana hammanglarga ko'rinadi shunda. Agar mana shunaqa mayda tarov bilan mayda filerovkada ishlasam, fonim qanaqa yaxshi chiqishini ko'ryapsizlar. Oynadan ko'rib olaman fonni. Tekshirib olaman. Unga qarab uzoqdan to'g'rilayman.
Endi nima qoldi desa, endi formani sal to'g'irlashimiz kerak. Oynaga qarang, ha. Va chiqib turibdi. Tepa qismini ozgina sal tepaga ulab yuboraman. Oynadan qaradim. Ancha keldi forma. Bu yog'ini ham ulab yuboraman. Ko'p bosib tashlamadim. Bu yoqqa ketyapti. Bundoq uryapti. Endi mana bu filerovkasini yaxshilab qilaman. Nimaga? Chunki zichroq ekan. Ildizidan tortib. Чтобы nima qilishga kladkada cho'tki chiqish uchun. Demak, skeletgani ishini oxiriga yetkazishga harakat qilaman. Issiq havo, endi sovuq havoda yaxshilab qotiryapman. Issiq havoga qaytardim. Endi
Yaxshilab tutaman. Shoxiriga yetkazaman deb. Tak. Morfes olaman. Prozrachnisi juda zo'r, maza qilaman unda. Ana sochga yaxshi anaqa beradi. Sochga mokriy effekt qilib, dona-dona qilishga juda yordam beradigan anaqa variant. Fiksatsiyasi o'rtachada, silish ham qattiq emas. Ishlov berib, to'g'irlab olishga imkoniyat ko'proq bo'ladi. Yoyib oldim yaxshilab qo'limga. Bismillah. Agar bitta joyga ko'p anaqa qilib qo'ysanglar yomon bo'ladi. Dona-dona bo'lishi uchun hamma yoqqa qo'lingizga yoyib olishinglar kerak. Yaxshilab singdiryapman. Singdiryapman. Hamma yoqqa surkab chiqaman. Uchlariga. Ildiziga emas. Uchlariga yaxshilab surkab chiqaman. Hamma yoqqa surkab chiqdimi? Ana endi tozalab, naqshini to'g'irlab chiqaman. To'g'irlab, tozalab terib chiqaman. To'g'irlab, maydalab, yirik bo'lib ketganlarini maydalab, to'g'irlab chiqaman. Bilchillab qolganlarini ham qo'l barmog'inglarning uchi bilan, barmoq chaqqonligi bu. Har bitta sochni tola-tolani to'g'irlab, tozalab, bitta-bitta joyiga qo'yib chiqish kerak bo'ladi. Omiga olaman. Tallab, taxlab chiqaman. Ko'chada yurishga uyalmasa, yuradi. Buni ko'proq Yevropezinli bolalar, ana rus bolalar shunaqa qilishdan qo'rqmaydi. Rossiyaga borsangiz, bu strishka odatiy. Bu endi bo'ldi takoy. Ijodiy ishda bu. Bizada. Chet elda bu odatiy strishka. Bizada endi yoshlar ko'p qilish uchun emas, prosta ishinglarni ko'rsatib bera olishinglar uchun, chistotalarni. Bu erkin mavzuda, tushunyapsizmi? Faqat erkin mavzuni ma'lum bir qoidalarini yaxshilab amal qilsangiz bo'ldi. Naqqoshligingiz, rassomligingiz, tola sochdan qanaqa qilib mana naqshini, rasmini to'g'irlab chiqa olishingiz, o'zingizni ijodiy, fantaziyalarni qiladigan ishingizda bu. Tozalab, anaqa donalarini to'g'irlab, har bittasini mana ishlov berib. Hammaga ham yarashavermaydi. Bu degani, men qilmasam ham bo'ladi, buni qilishni bilmayman degani. Men o'zimni ijodim mana shunaqani ko'rsata olmayman degani. Hammaga ham yarashavermaydi degani, hammaga yarashadigan
o'zingizni fantaziyangiz borda, ijodiy ish. O'shani qilib bering deyilyapti-da, tushunasizmi? Misol uchun men hozir mana buni bu yigitga moslab qildim-da. Bu yigitni chiqarsam, men boshqacha ukladka qilishim mumkin. Boshqacha fantaziya qilishim mumkin. Tushunasizmi? O'ziga yarashadigan, o'zini yana ham nima ochib beradigan fantaziya qilib ijod qilib ko'rsatinglar. Har xil texnikalarni uyg'unlashtirilgan holatda deyilyapti. Tushundinglarmi? Bunga yarashmaydi, bunga bo'lmaydi, unga anunaqa, bunga mana bunaqa degan bahona qidirib beringlar deyilyapti. Hammani o'zi xohlaganini beradi. Hamma o'zi xohlaganini qilib beradi. Bu konkursli ish. Bu konkursda shu narsani ko'rsatib beringlar. Mana sizlarga erkin mavzu. Xohlagancha prichoskalarni ko'rsatinglar o'zinglarni deb aytilyapti. Prosta siz aytayotgan gaplarni konkursga aloqasi yo'q-da. Xuddi anu bahona qidirayotgandek bo'lib qolyapsiz-da. Qila olmayman bu narsani yoki qilgim kelmayapti yoki qiyin-da bu deyapsiz-da. Shunaqa eshitilyapti. Tushunasizmi? Nimaga bu narsani aytyapsiz? Bu ko'pchilikka taalluqli-da bu. Bu javob. Ana hamma o'zini fantaziyasidagi prichoskasini ko'rsatgisi keladi-da. Mana imkon bo'lsa, shu fantaziyadagi prichoskalarni ko'rsatishni bitta varianti-da bu ham. Tushundinglarmi? Erkinroq mavzu bu. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yoqdan bundoq chiqyapti-da. Ha, naqshi. Bu yoqdan bunaqasiga kelyapti. Tushunasizlarmi? Naqsh, rasm, naqshi. Uchlarini qanaqa qilib naqshini tozalab chiqayotganimni ko'ryapsizlar. Yig'ilib qolganlarini ko'rasiz, barmoq chaqqonligi. Barmoqning uchida nima? Dona-dona qila olish mana. Taro bajarib qo'ygan. Prosta buni o'sha rasmini tozalab chiqish kerak endi. Barmog'imiz qalamga aylanadi-da endi. Yig'ib naqshini to'g'rilab chiqaman. Endi formani to'g'rilab chiqaman. Kichakkasini o'ynaga qarab, qanchalik anaqa bo'ldi. Agar sochda uzunlik qolib ketgan bo'lsa, olishga ham anaqam bor. Bemalol, chunki startda stop berilmagan hali. Olishga ham imkoniyatim bor. Uklatgan qilib bo'lgandan keyin strishka qila olmas ekanman degan anaqa yo'q. Bemalol qilib olaveringlar. Stop berilmagan bo'lsa bo'ldi. Tushundinglarmi? Bu sizlarning ijodiy ishinglar, fantaziyanglar. Bu nominatsiyada. Boshqa nominatsiyalarda ham pashti stop bermaguncha xohlang uklatga qilib, keyin strishka qiling, xohlang strishka qilib, keyin uklatga qiling. Xohlaganingiz. Ishlagan saringlar naqshini to'g'irlaginglar kelaveradi. O'sha naqshini to'g'irlab chiqaverasizlar. Ijod kelyapti deydi-ku, ijod. Ijod kelib ishlayveradi. Ana endi bundoq qilaman-da, oynaga qarab formani ko'rib olaman. Ha, formada mana bu bor ekan. Ras olib mana bularni to'g'irlab olaman. Uklatkadan keyin. Ne bu yog'im tayyor. Bu yog'ini ham ko'raman. Bu yog'ini ham tayyor. Bunaqasiga ko'rib chiqaman. Tayyor bu yoqasiga ham. Agar vaqtingiz yetsa, ko'zingiz yetsa, ulguraman desanglar, ishinglarni oxirigacha
Tatularni chiroyli qilib yetkazib qo'yinglar. Tepaga qarab turasiz. Yo'lto'fga qaranglar, qanaqa tiniqlashyapti. Faqat mana buni salfetka yoki sochiq qo'yib olinglar agar konkursda anaqa qilsanglar. Ko'pincha sochiq qo'yib olishadi. Qonatib yormanglar. Qonatib yorsanglar ham shtraf bo'ladi. Shtrafnoy anaqa hakam shtraf qiladi. Mana bunaqa narsalar bo'lsa, mana ichida mana tushadi hamda ko'rayotgan bo'lsanglar. Bu yopishib qolgan sochlarni, mana bu lezada qirgandan keyin qurib qolgan, tellab qolgan modelinglar agar tellab qolsa, mana shularning hammasini tushirib beradi. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Oddiy prinsipga solinadi. Tushunarli bo'ldimi, bo'ldi? Yoqdimi? Bo'ladimi? Demak, bundan o'zingizlarga kerakli texnikalarni oldinglar degan umiddaman. Savollar bormi? Xo'p, sizlarga ham foydali bo'lgan bo'lsa xursandman. Hurmatli ishtirokchilar, hurmatli yoshlar, hurmatli sartaroshlikni qiziqib, ijodiy ishlarga qiziqayotganlar. Texnikalar ming xil, texnikalar tiqilyapti. U texnikani 50% o'zlashtirishing bor, 100% o'zlashtirishing bor. Demak, u texnikani sizlar odatiy doimgidek ishxonalarda ishlaganinglarda, demak, xotirjam, chotki, ana bemalol bo'lganinglarda 100% zo'r chotki chiqazib bera olasizlar ishxonalarda. To'g'rimi? Musobaqa maydonida buni qiyin bo'ladi. Bu musobaqa maydoniga chiqish uchun
ishinglarni, sifatli ishinglarni yoki yangi o'rgangan texnikalarni vaqtga qo'yishga o'rganinglar. Oldin sifatini qilib olinglar oxirigacha. Keyin o'shani har gal qilganda vaqtga qo'yinglar. Vaqtga qo'yib ishlab ko'ringlar. Ukladkasini alohida ishlab ko'ringlar. Feitlarga alohida texnikaga o'zingizlarga sekundomer vaqt qo'yinglar. O'zingizlar boshqarishinglar kerak. Ishinglarni sifatini, to'g'ri ishlayapman, noto'g'ri ishlayapman, vaqtinglarni boshqarishinglar kerak. Harakatinglarni boshqarishinglar kerak. Mana bundoq turib olib, mana bunaqa qilib ishxonada ishlasang-da, shuni maydonda ko'rsatsang, bunga ham jarima bal yo'q. Lekin ishlayotganingda senga baho qo'yadigan hakam qarab turadi-da, qanchalik ne estetichniy, ne etikaga to'g'ri kelmagan holida ishlayotganingga qaraydi. Qilsang, bu точно nima deydi? Saviyasiz ish jarayoni. Qanaqa desa, seni og'zingdagi hid modelga, klientga tegishini buni yuqori baholamaydi hech kim. Tushundinglar? Men bunaqa qilib ishlashingga qarshi emasmiz, lekin bu qilib ishi natijasi rasvo bo'lishi aniq bunda. Tushundinglarmi? Maksimalni o'zinglarni qat'iylarni tikka tutib, maksimalni saviya darajasida ishlab, xatti harakatinglarni erkin, xotirjam, lekin tez, qo'linglar tezli ishlash kerak-da. Bir xil ishlaydan qilib ishlaydi-da. U nimadan, bilasizlarmi? Mamutda tartibga solinmagan. Qaysi texnikadan keyin nima qilaman, qachondan keyin qanaqa qilaman, qaysidan keyin nimani uraman, nimadan keyin nimani qilaman, nima qilinmagan. Mamut kelgan dovdirab qol, qaysini olsamki, mana buni olsamki, uni qilsamki, buni qilsamki. Ayniqsa 4 ta juri kelimda anqayib ketsa, dovdiraganingdan nima qilayotganing esingdan chiqib ketadi. Demak, bu musobaqa nima beradi desa, o'zingni tartibga solishingni mahorat darajasida, san'at darajasida ko'rsatib bera olishingni sababchi bo'ladi. Demak, har bitta texnikangni, qilayotgan ishingni, qilayotgan sifatingni, ketma-ketligini mahorat darajasida, san'at darajasida tartibga savol olsang, buni musobaqada ko'rsatib bera olsang, seni ko'tarilasan, seni olqishlaniladi, seni taqdirlaniladi, sovg'alar, medal, kubok itagdali. Lekin bu narsa qanchalik sus bo'lsa, tamani ammamnikiga kelganda, bemalol qorinni bundoq tashab qo'yib, ana qilib, xotirjam, nimadir qilishni bilmay, nima kimdir eng yomon narsa, men yoqtirmaydigan narsa, ishlayotgan ishtirokchi cho'chchayapti, anunga qarab ishlayapti-da. Cho'chchayapti, anu nima qilarkin, men nima qilsammikin? Anu, chunki nima qilmagan? Tayyorgarlik nol. Chunki ana o'sha narsa uzoqdan bilinadi. Hakam uchun uzoqdan bilinadi qaysi ishtirokchi tayyorlanib kelgan. Ishlayapti-da, angon qarayapti, o'ziniki ketdi bardak, dabdalasi chiqib ketdi. Uni biz bittada uzoqdan ajratib olamiz. Kim tayyorgarlik qilib kelgan, programma bo'yicha ishlayapti, o'zini yig'ishtirib olgan, kim hayajonda o'sha kuni tavakkal qodirga kelgan. Ana u ajralib qoladi. Bu kimlardadir iste'dod, qobiliyat kuchlining hisobiga bu zo'r bo'lib ketib qolib, bir olib chiqib qo'yishi mumkin zo'rlik. Lekin 10 dan 9 qobiliyat bo'lmaydi. 10 dan 1 qobiliyat bo'ladi. Demak, nima qilish kerak desa, tayyorgarlik qilish kerak. Qobiliyating bor bo'lsa, uni mehnating bilan yanada sifatli va yanada zo'r, yanada cho'tki qilib tayyorgarlik qilsang, maydonda undan ham zo'r nima qilasan? Portlaysan. O'shaning uchun mehnat bilan tayyorgarlik qilish kerak. Savollar bormi? Salonlik yo'nalishini tushunarlimi? Qanchalar qiyin ekan savol. Demas ekan, tushunib olish qiyin bo'lsa, endi ham nasata, nechta texnika element oldinglar? Nasatga ishlatdimmi bu yoqqa Mamutda? Faqat nima ishlatdim? 2 nasatga ishlatdim, bo'ldi. Massani olib tashladim, to'g'rimi? Keyin nima qildim? Tishi o'zida ijod qilib tashladim-da, bu yog'ini filerovka qilib ulab qo'ya qoldim, to'g'rimi? Bu yoqda ham akantovchni, bu yoqda ham xuddi shu narsa. Bu yoqda ham fet. Demak, bu yerdan o'zingizlarga kerakli, foydali fishka tortib oldinglarmi ishlayotganimni ko'rganinglar. Ukladkada, skeletkada nimani tayyorlab qo'ydim? Ildizini sindirib to'g'irlab qo'ydim. Gulni to'g'irlab qo'ydim. Mana bu yoqda dumaloq, bu yoqda ham mana dumaloq.
bunaqasiga ham, bunaqasiga ham mana bunaqasiga gulini to'g'irlab qo'ydi. Bu yoqda ham ko'rayotgan bo'lsangiz gulini to'g'irlab qo'ydi. Keyin oxiri skletkadan keyin nima qildim? Birashini silliqlab chiqib, gulni yanada dona-dona silliq-silliq qilib, mokriy effekt qilib chiqdim. Kerakli element oldinglarmi o'zingizlarga? Endi savol, qaranglar. Mana bu ishladi hozir. Mana bu ishladi. Narigi taraf nima bo'ldi? Buniki bundoq bo'ldi, to'g'rimi? Dumaloq bo'ldi. Bu yoqqa tekis bo'ldi, bu yoqqa dumaloq bo'ldi. Demak, bu ham 20-30% kiryaptimi? Mana tatu. Mana bu top 20-30% emas, bu 15-20% da. Tushundinglarmi? Lekin ma'vatga nimadir chizsanglar, unda уже 30% bo'ladi. Tushundinglarmi? Bu ham o'ziga yarasha ball beradi. Agar sifatli ish chiqilsa. Demak, men buni ham qildim. Demak, ikkita Bruce Fade qildim, orqasini asimetritskiy akantovka qildim mana. Ko'rayotgan bo'lsangiz, tekis burchak emas. Sal nimasi bor? Avali bor mana bu yerda. Bu yoqda ham bundoq avali bor. Ko'rayotgan bo'lsangiz mana bunaqasiga. Bunaqasiga ham avali bor mana. Bu yoqdan tushib kelyapti. Mana bu yerda har xil ijodiy ishlarni uyg'unlashtirib qilingan prichoska. Erkin mavzu. Savol: o'tirib shug'ullansanglar qila olasizlarmi buni? To'g'rimi? Ko'pchilik уже qila oladi bu narsani. Bunga faqat nima kerak? Ozgina odam o'zini ketma-ket tartibga solib, ozgina mashq qilish kerak. Bu narsani ko'pchilik qila oladi. Buni ustida faqat ishlash kerak. Qanchalik idealni, qanchalik anaqa qilish. Hozir ko'pchilikni kelyapsizlar, qaychini ko'ryapsizlar, tam fade elegant ko'ryapsizlar, uzun soch ko'ryapsizlar. Qiyinligini ko'ryapsizlar, bunga tayyorgarlik qiyin. Ulardan ko'ra bu osonmi, qiyinmi? Mana ishlab yurganlar, savol. Ishlab yurganlar, 5 yillik staj kim? Qiyinroqmi, osonroqmi? Ani ko'rganingizdan ko'z. Bu osonroqmi? Demak, aytmoqchimanki, agar nazariy jihatdan konkursi shartini to'liq o'qib chiqsanglar, tushunsanglar, o'rganib chiqsanglar, juda ham oson shartlar ko'p. Faqat unga nima kerak? Ozgina harakat, tirishqoqlik kerak. Shunda natija bo'ladi. Kelishdiga savollar bormi? Maqsad sizlarni mahoratinglar, saviyanglar, dunyo qarashinglar, fikringlar, anaqanglarni darajanglarni ko'tarib olish. Shu bo'yicha musobaqa, shu bo'yicha sovg'alar bilan xursand qilishga harakat qilamiz. Maqsad shu. Lekin kimnidir yerga urib, yeng ko'tarish niyatimiz yo'q. Faqat o'zingizlarni yerga urib qo'ymasanglar bo'ldi. Qanaqa desa, nima deydi? Xatoni o'zingdan qidirish o'rniga birovdan qidirmaydi. O'zinglarni ustida ishlaylar. Shunda o'zinglarni ko'tarishingizga yordam beramiz. Kelishdiga martlar maydonida hammanglarni kutib qolamiz va sizlarni ham kutamiz. Maydonda ko'rishguncha chempionlar, sizlar bilan zo'r natijalarga erishamiz. Salomat bo'ling. Tugadi.